Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat tarqitish shirkati, Şinjan Buğra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlik bozorlar sungan cho'ng san'at programmasi, Obida Ipak yo'li san'at programmasi. Rahmat, ben Mehmet Tursun. Mana hammadan taqozolik bilan kutayotgan 3-qarorliq Ipak yo'li san'at programmasi bugundan boshlab rasmiy holda do'stlarimiz bilan yuz ko'rishdik. Albatta, programmamiz tadbirkorligidagi Şinjan Obida Biyopatik taraqqiyot shirkati vakillirimizga omad tilaydi. Bu programmamizni Şinjan Bekrim mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan Şinjan Kamran xalqaro savdo shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamizga Şinjan Sarkarda xalqaro savdo shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Şinjan Oltin Guhar savdo shirkati alohida hamkorlashgan. Albatta, 3-qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasida 4 darajaga erishgan vakillarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-darajaga erishgan vakillarimizni Kamran yurishlik aqsil xalqini, Kamran aqsillik qaymoq choylari, quvvatlar quvvat bo'lmaqi, quvvatlar zaksit qatorliq sifatli mahsulotlar bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran xalqaro savdo shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, choy sog'lomlashtirish, targ'ish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan Şinjan Sarkarda xalqaro savdo shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz yolg'onchilik sohasida aqli iqtidorli yonqinlarni bozorga silayotgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan xalqaro savdo shirkati Qutlan yonqinchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Safiya, Lajva, Almastoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Safiya xalqaro savdo shirkati 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Qo'shimda bo'lsa, qizg'in olqishlarimiz bilan 4 aziz ustozlarimizni sahnamizga taklif qilamiz. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Erdim İpek yolida, ecdat bolgan çevendas. Düşkün kanlar tomurida, köy nakşisi hoş avaz. Gümüş tağlar çok desin, nur kaytıdı yürekte. Gümüş dağlar çok esin, nur kaytıda yürekte. Büyük kervan var isi, aman yeter dilekte. Büyük karvan var isi, aman yeter dilekte. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası. Kadim İpek yolida,
İpek yolu sadası, sevginin yok çırası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çırası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çırası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çırası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. Albatta, 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasidagi ustozlar qo'shig'i bo'lsa, eng qaltis bo'lgan ustozlarimizdan tashkillangan ustozlar qo'shig'i bo'lib, ular bo'lsa Abdullah saktasining yetakchi ustozi Abdullah Abdurim ustoz. Al-Rai guruhining yetakchi ustozi Dilshod Raydin ustoz. Sanobar saktasining yetakchi ustozi Sanobar Tursun ustoz. Doğru saktasining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos ustoz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining imtihon bosqichi hozir boshlandi. Assalomu alaykum. Ben Aksu viloyati Shayanayistin ismim Turg'un Murodov. Mening hozirgi ishlayotgan o'rnim bo'lsa, Shinjang Uyg'ur Avtonomiylik muqom assamda ishlayapman. Mening yaxshi ko'rdig'im bo'lsa, muqom xalq naqshlari ham shunday ommabop uslub naqshlar. Mening bu daqiqatim shu Ipak yo'li sadasi qatnashishdagi sababim bo'lsa, o'zimning shu naqshchilik sohasidagi qanchalik o'rnim borligini shu ustozlarning ko'rsatmasi bo'yicha bir bilish maqsadida hamshira keldim. Güzel hayatni yarattın dünya, kömürge nur ziya karattın dünya. O güzel hayatni yarattın dünya, kömürge nur ziya karattın dünya. Kurdi tumurda ümit kalları, bizdeki menzilde karabtın dünya. Kimi tek te yapalaydı ki reziller bağrını büyüdürdün dünya. Aynı kimi tek te yapalaydı ki reziller bağrını büyüdürdün dünya. Muhabbet
bag'ritib chinmayib insonga suydirdim dunyo. Assalomu alaykum barliq ko'rarman qarindoshlar. Assalomu alaykum to'rt ustoz. Aqsu diyori Shayan Aystin Turg'un Murodindan menga o'tliq salom. Rahmat. Ha, yaxshi. Isming Turg'un narsadan? Shunda bir yerda ko'rganda qilmasin. Menmi ko'ribdi-kanman bu Sen yerda. ko'rganman. Bo'yingiz o'xashqa odamning ko'ziga bak chiliqdi cho'mabala. Ovozi bo'ydan egiz chiqdi. Yaxshi, bu go'zal dunyo degan nomliq bu naqsha xalqimiz uchun pur ketgan naqsha bu bizning ataqli dirijorimiz kompozitor Abdurahmon Oyibning vakil xarakterlik naqshasi. Ko'plagan naqshlar bu naqshni o'rlab keldi. O'zining shu talanti, ovozining o'rniga qarta işte o'rlagan. Sen asli kuyulan yuqori avjilarning shunda jaranglik yaxshi o'rlading. Ovozingda gap yo'q. Rahmat. Egiz naqsh o'rlashdimi gap yo'q. Shunda chiroyli to'liq yaxshi o'rlading. Shuni birinchi lopni aylandim. Yo'q izib tizib yurmay o'tib kelasizmi? Muhakkamisiniz. Hozir biz 4 yil muallimni qoyil qilgan o'xshaysizmi siz? Rahmat. Rahmat. Quvvatli ovozga, deshapti. Rasmi pachaqiga ovozga. Unda bo'lsa, meningki bir so'raydigan savolim bor. Mushu naqshini aytqili qanchalik bo'ldi? Bu naqshni men o'rganib aytayotgani 2 yilda ochdi. Ha, 2 yil. Ana kendim bugun boshqacharoq bir o'zingizda azroq bir igizpaschilik bayqadingizmi? Burunga qaraganda ya o'xshash aytyapsiz. Ya bayqadim o'zimda azroq iliqni deymiz. Mas sahnaga chiqqandan keyin sahna suri bilan iliqmi oldimizga haqiqatan ustoz bo'lgandan keyin biz haqiqatan tantiraydi ekanmiz. Azroq jiddiylashish bo'ldi ekan. Jiddiylash bo'ldi. Shu jiddiylashda o'zingiz his qilgan yeringiz qaysi? Eng boshqa vaqtga, normal aytgan vaqtdan qaysi tarafda? Nafasdimi, puraqdimi yo ovoz egizligidimi? Qaysi tarafda sal nafasda. Nafas azroq jiddiylash bo'lgandan keyin azroq ko'tarilib ketadigan nafas savoli yuz berdi ekan. To'g'ri. Men mana shuni his qilib qolgandim. Shunga sizdan so'radim, endi siz o'zingizmi menga o'xshash javob berdingiz. Shunga siz agar gapimiz birkan deb qolsangiz, udil mening ishxonamga kelsangiz bo'ldi. Rahmat. Rahmat.
Nefsinizni üzem düşürüp verme. Tüvengicime edme. Turg'unjon o'zi muqam ansamblining naqshchisi. Ovoz doirasini nayt kangri pishqan naqshchi desa bo'ldi. Turg'unjonning xalq naqshlariga, muqamlarga nayt pishqan. Ovoz tusimi chiroyliq. Qandaq agitaman desa buling pishqaqlagan shundaq opera olaydi. Turg'unjonning bu aloyligi menga bek tushidi. Rahmat. Bu asalardan yamanka. Biz tanışıqlı yama uzun bo'lib ketdi. Un suvdan tatib shundami ya? Shundaq. Bala vaqtlarimizdan tatib tanışımızmı çoğun ustoz ne deb ketib qolsangiz, men sal ranjib qolman juma. Un suvga berib lazada arz qilaman. Arz qildiki. Qada desangiz bu Turg'unjon bilan biz burun billa maktab o'qatgan vaqtlarimizda billa o'yin qo'yatdik. Savaqdashdik. Shundaq yaxshi o'yinlarni qo'ygan. Shuning uchun ashno yuzni qildi deb o'ylayman. Turg'un ambiyaga savaqdash izlab kelmagansan, ustoz izlab kelgan. Savaqdash izlab kelmagan bilan ezib ketib qolmasin deyman-ku atroflarga. Ketadi. Sanaverda bu ikki ustozni shu ko'zlab kelgandek turdi. Agar ketib qoldi bo'ldi tugashgani shu. Turg'unjondek mundaq ovoz turaqlashgan nayt ovozi doirasi kangri bundan naqsh uchun mushu yaxshi ovozimiz o'zi bir qanotingiz bo'lsa, yana bir qanotingiz yaxshi ijodiy naqshlar bo'ldi. Shuningda siz ko'klik parvoz qila olasiz ikki qanotingiz bilan. Bu shunamda. Voh. Rahmat. Ben Turg'unjonga mening ovoz doiram bek kangri emas. Ama ovoz doiri nayt kangri holatda ijod qilgan naqshlarim bor. Men o'sha naqshlarni Turg'unjondek bu shunday bir naqshlar orqali ijodiyatlarimning natijasini ko'rishni o'ylayman. Rahmat. Yaxshi gaplar oldu. Sen Uber Tursun o'ziga cho'nkab qolgan naqshlarni saldan. Seni bu yangi keldiganlarmi bor demoqchi. Hozircha bekon naqshlarni yetkash to'g'ri, yangi naqshga amal topmiz. Amal topmiz. Yo'q, konu naqshlarni cho'qim aytamiz. Lekin yana biz o'zimizning kozir marka naqshlarimiz bo'lish kerak-ku. Xalq bizni ko'rsa, o'sha naqshimizni eslalaydigan. Yoki o'sha naqshni anglaganda bizni eslalaydigan markalarimiz bo'lish kerak. Mark shoplaydigan sabab pochtaxona xit emas. Abdu gapni ham shu kimga bernam. Xo'p, unda bo'lsa hozirgi navbatni tanlash, ustoz tanlash bosqichi keldi. Sizga beraylik. Turg'unjon sizning oxirgi tanlashingiz? Mening oxirgi tanlashim Bak nojoqsizmapsan? Hayotda o'ylamagan xiristlarga uchrab kelishingiz mumkin. Og'ayna, nojoqsizmamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xiristlarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xiristlarga jang e'lon qiling. Ammo obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Ay, nima deb biror quti ortiq elibammigan? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat kel. Obida energiya ichimligi. Taşqan energiya, ishonch va jasorat obida energiya ichimligi. Abidos ko'k sharbati har vaqt har joydagi yaxshi ichimlik. Abidos ko'k sharbati haqiqiy ko'k mevasidan siqilgan asli tamlik o'simlik oqsil ichimligi. Saf, tabiiy ichimlik. Abidos ko'k sharbati. Haydo pomidor qiyami taomlaringizga ta'sirligisiz lazzat qo'shqusi.
Biz so'ydik, sizga sundik. Oilam yerlik to'qu go'shtlari. Qan to'liqlashdagi eng yaxshi tanlash Forqat markali qon va quvvat. Quvvat to'liqlab sog'lom bo'lishdagi to'g'ri ko'rsatkich Forqat markali qon va quvvat. Esingizga esin qo'shib sizni go'zal ruxsarga ega qilguvchi Forqat markali qon va quvvat. Mag'dursizlanib ko'zingiz qorong'ulashsa, buning eng yaxshi chorasi Forqat markali qon va quvvat. Mehribon onalarga eng yaxshi sovg'a Forqat markali qon va quvvat. Men sog'lomlikqa ham haqiqiy go'zallikka intilgan xonim-qizlarimizga Forqatni tavsiya qilaman. Mening oxirgi tanlashim Dilshod Raydi ustoz. Muborak bo'lsin Turg'un Murodov. Naqshlaringiz bilan ustozlarning moyilligini, hammalarning qoyilligini qo'lga keltirdingiz. Dilshod Raydin ustozning yetaklashida texmi zo'r utuqlarni qo'lga keltirganligingizga, keyingi bosqichlarda texmi esil kuylarni taqdim qilishingizga ishonamiz. Unaqa bo'lsa bugun siz shu Dilshod Raydin apandini tanladingiz, shundoq bo'ldi. Nimishqa Dilshod Raydin apandini tanlaysiz, boshqa ustozlarni shundoq tanlashga to'g'ri. Yo'q, shundoq lekin mening ko'nglimda o'ylig'im, endi men rasm qilsam shundoq sohasida ishlab kelyapman, shunaqa şey qilib qolmasam deyapman. Bu jarayonda endi men o'zim ko'nglimda hozir qadar endi o'zimizga tipik ustoz bo'lgudek odamlarni ko'nglimizni tikib ko'ramiz endi. Shu jihatda qilayotgan Dilshodkamning bartaysi jihatdan mayli ommabop uslub, mayli milliy uslub bo'lsin, meni tarbiyalashga loyiq topgan ustoz deb qarab shuni tanladim. Bo'ladi. Qo'shimda qolsa bizmi sizning shu keyingi bosqichdagi ish faoliyatingizning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Programmamiz tadbirkorligi Shinjon Obilar biyopatik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizni Shinjon Metin mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan Shinjon Kamron xalqaro savdo-chek shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamizga Shinjon Sarkarda xalqaro savdo-chek shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Shinjon Oltin Guhar savdo-chek shirkati alohida hamkorlashgan. Albatta, 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 4 darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-darajaga erishgan mahirimizni Kamra yurishlik aqsil xalqini, Kamran aqsillik qaymoq choylari, buvoqlar quvvat bo'lmaqi, buvoqlar zaksit qatorliq sifatli mahsulotlar bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishayotgan Shinjon Kamra xalqaro savdo-chek shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortiqlaydi. 2-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, choy sog'lomlashtirish, tarbish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan Shinjon Sarkarda xalqaro savdo-chek shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortiqlaydi. 3-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz yolqinchilik sohasida aqli iqtidorli yonqinlarni bozorga silayotgan boshlamchi korxona Shinjon Qutlan xalqaro savdo-chek shirkati Qutlan yonqinchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortiqlaydi. 4-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Safiya, Najva, Almastoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjon Safiya xalqaro savdo-chek shirkati 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortiqlaydi. Programmamiz bilan 2015-yilda tantanlik bozorga silingan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mening ismim Farruh Yarmamat bo'lib, men o'zim Qo'l shahrining Tekas noyisidan keldim. Assalomu alaykum hurmatli aziz qarindoshlar. Mening ismim Madina Kamil, o'zim Qo'l shahri To'g'roq yesidan keldim. Bizning bu qitim Ipak yo'l sadosi programmasiga qatnashishga asosiy maqsadimiz ayol ikkimiz bir kasbda, bir maktabda o'qigan. Buningdan burun ikkimiz tang naqsh kasbida, tang ilgirlab, tang oldiga menyapmiz. Buningdan keyinmi ikkimizning mushu Ipak yo'l sadosi programmasi orqali kasbimizni texnik buningdan bakrak taraqqiy qildirish maqsadida bu programma qatnashdik. Musobaqada hamda eng birinchi orzuyimiz ikkimizningki ijodiyat naqshi olib keldik. Ijodiyat naqshimizningki sahnada eng yaxshi kayfiyatda, eng yuqori holatda mush naqshimizni xalqimizga eng yaxshi bo'lgan holatda sunsak, ustozlarningki bizga yaxshi taklif fikrlarni berishini chin dilimizdan umid qilamiz.
мәңгі Kalbimizde sevgi meştili Vısallarga yiteyle mengü Kalbimizde sevgi meştili Vısallarga yiteyle mengü Hayır zükre yeyle mecnunla Vısal üçün çekken riyazet Hayır zükre yeyle mecnunla Vısal üçün çekken riyazet Bəxt gülümüz Kuşturak çiçek Erge uzun Bir eyle mengü Bəxt gülümüz Kuşturak çiçek Erge uzun Bir eyle mengü Sevgiye tulsun bu kemir alem Hoş yürekten akşa yanrısın Hoş yürekten akşa yanrısın Sevgiye tulsun bu kemir alem Hoş yürekten akşa yanrısın Hoş yürekten akşa yanrısın Bəxt kuşumuz kuşan sayırsın Hayat teyzi süreyle mengü Bəxt kuşumuz kuşan sayırsın Hayat teyzi süreyle mengü Hayat teyzi süreyle mengü Assalamu alaikum Nahmedanlık tamaşımın dostlar. Assalamu alaikum töt ustaz. Assalamu alaikum ekranaldaki barcha aziz qarindoshlar. Men G'uldishar To'g'roq yesidan kelgan Madina Kamilning sizlarga o'ttiq salom va oliy ehtirom. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Assalamu alaikum ekran oldidagi aziz do'stlar. Assalamu alaikum töt ustaz. Men G'uldisharning Tekas noyisidan kelgan Farruh Yarmamatdan hammanglarga o'ttiq salom va oliy ehtirom. Yaxşı. İşkanlar bu qo'sh kishlik naqshini birga aytdinglar. Demak, ishkanlar bir yerda ishlamsizlar yoki qanday bo'lib bir guruh bo'lib qoldinglar demakchi. Ikkimiz er ayol. Oshdama? Manda vaqalar var mıydı? İşimiz Şinjan Örpara Sanat Mektebi'ni bitirip, hazır Şinjan Halkara Çoğun Bozar Ömürgü'de işleyimiz. Ha, yaxşı. Şu yerde sizler qandaq naqshchi mi o ya? Naqshchi. Ha, naqshchi bo'lib ishlar. Yo'lishim Ravab chaldi, naqsh etdim, men naqsh etdim. Ha, yaxshi ekan. Ondan bulapti valla. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Mana bu sağlığımız bilan to'y qilib bir baxtli oilani quribsizlar. Sizlar uchun 3 ustoz o'rindiq aylandiranmasligimiz sizlarni yaxshi etmidi deganlik masala emas. Sizlar jiddiylashdinglar.
Lekin bu meseleni hamisini Abdullah ustaz bunu oңшап ketedi. Lekin bizge kelar qitimliq musobaqada bir hayron qolarliq bir javob bersanlar biz intayin xursand bo'lib sizlarni tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Eshkinlar keyingi navbatdagi musobaqada cho'qim billa aytma deb turib olmaydigansizlar. İkisi bir grup bilan. Ma naqshimiz ijodiyat naqshi hamdi. Teksti, muzikasi o'zimniki. Shu naqsha bo'lsa, shunda ishkanliga tushadigan naqsh bo'lsa, keldi. Agar unda naqsh bo'lmay qolsa, ayolim billa aytsa bo'ldi ya yo'ldoshim billa aytmasa men chiqmaydim desanglar, men amal qilolmayman, meni o'zinglar o'ylashinglar-chi? Men kuchimning yetishicha bu da bir musobaqaga yana bir ijodiyat naqsh tayyorlayman xudo. Ha, mar o'yin buni shuni kutmoqchi. Doğrusu tayyorli bolalar ekan bu. Abdullah aka. Bash og'riqi yo'q. Bash og'riqi yo'q. Bo'pti, kelinglar. Tabriklaymiz. Ömür yolida qo'l tutishib birga o'tgan bir juftlarning bu ijodiy naqsi ko'ngillarni yutdi. Sizlarning g'alabanglarni tabriklaymiz. Abdullah sahnasida qo'l tutishib oxirgi g'alabaga yetishinglarni tilaymiz. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suyi va meva sharbitini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Biofan Texnik taraqqiyot shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yurish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Ata-onalar rizosini, balalar arzusini qondirib kelayotgan Xinjiang Kamuran xalqaro savdo shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashgan. Choch sog'lomlashtirish, parvarish qilish sohasida sarkarlik rol o'ynayotgan Xinjiang sarkardi xalqaro savdo shirkati programmamizga yaqindan yordamlashgan. Xalqdan ilib xalqqa qaytarishni o'ziga mangulik nishon qilgan Xinjiang oltin guvar savdo shirkati samimiy askartidi. Programmamiz hozirda boshlanadi. Assalomu alaykum ko'rman do'stlar. Men G'o'ldiyardan kelgan Absalom Shavkatman. Men Ilip pedagogik universiteti ushur boshqarish kasbini bitirgandan keyin yakka tijorat hamda qo'shimcha naqsh kasb bilan shug'ullanib kelyapman. Men odatda xalq naqshi hamda ommabop naqshlarni aytishni hamda anglashni yaxshi ko'raman. Mening bu Ipak yo'l savdosiga qatnashishga asosiy maqsadim bo'lsa, tanlash emas, balki tanlashdan iborat. Men bu jarayondagi tajriba savodlarimni yakunlash bilan birga ustozlarning menga bergan yaxshi fikr taraflar bilan birga birlashtirib bundan keyingi kasbiy hayotimga texnik yaxshi bo'lgan asos ilishtirmayman.
Quyoşdek nur berdi kimiga Vaqti so'q keldi umrga Vaqti so'q keldi umrga Qo'y kuzay chochlari üstürge Bir düşüp kalaydı ayağımda Qo'y kuzay chochlari üstürge Bir düşüp kalaydı ayağımda Bir düşüp kalaydı ayağımda Ayalla, ayalla Bir işin kılalaydı ayalla Dinin açan bulalaydı ayalla Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men G'uji diyardan kelgan Absalom Shavkatdan sizlarga o'tiq salom, ali ehtirom. Endi sana berish kelan dastlab qildigan o'xshaymiz. Nima? Do'konni ochdi oqamda. G'uljidan. G'uji diyardan. Ayollar degan naqshni yaxshi aytding. Rahmat. Bu naqshni men yaqinda xeyli bir moda bo'lib, bir necha yillarga. Kan so'rlar aytilib kelayotgan naqsha. Bu naqshni shakli ham bizning shu ilida ishlanayotgan hozirgi naqshlarning ahang qurilmasi o'xshashda hammasi. Bir boshlanishi o'tiravja yo'qaravja bunaqa qilib. Biraz milliy Uyg'urcha puroq shivini biraz ko'proq talab qiladi. Shu puroqlar xili joyida bo'ldi. Yaxshi o'rildingiz, sahna qiyofatingiz shunday yaxshi. Shunga men mani bosdim. Gap tugdamdi. Naqshining ichiga kirib aytadigan ortiqchiligi yaxshi ko'rdim. Ishkanglar yomon jim o'tirib ketdinglar qarsam, Abdulla akam ishkimiz o'rilmadik chunki endi sepimizga yeng qo'shilgan Sanobar Tursun suyimlik hadimiz bilan Dilshod Raydin akamiz bilan ikkisi siz uchun bu kuni bastı siz uchun eng muhimi ikkisiniki qaysini tanlash masalasi bo'lib qoldi-ku sizga. Shunga Absalom shunga sizni shu ayol kishining qayashi deb shu Sanobar Tursun hadimizni tanlashingizni men tavsiya qilib qo'yman hozir o'zim o'rilmaginim bilan. Ayollar degan naqshmi? Ayollar dunyo ayol deb naqsh aytgan to'sa Dilshodga. Sen bu naqsh aytganda qaraganda Sanobarni panat tatib keldingmi deymi? Ha? Erlar degan naqshni o'rganmagan bitta. Endi hozir ikki muallim sizni o'zining gruppasiga oldiganligini bildirib bo'ldi ya. Bu yerda o'quvchimizdan uzun to'g'izmay. Biz bevosita hozir mush ikki muallimdan birini tanlaydigan guruhga keldimizmi? Dilshod akamning guruhiga kirib, Dilshod akam bilan birga turib Sanobarni kuylaydigan naqsh aytsangizmi bo'ldi. Sanobarning guruhiga kelib, bevosita ayollar to'g'riliq naqsh aytsangizmi bo'ldi. Ma yaxshi bo'ldi. Ikki muallim bo'ldi-da. Mana hozir yo'l iniq bo'ldi. Endi amsit bu tanlash huquqini Abdusalomga beraylik. Ayollar degan naqshni aytishim orqali mushada o'tirgan barliq aziz qarindoshlarimizning ulug' onalarining jafokash onalarining umrining uzun, tenining sog' bo'lishini tilayman. Isil. Rahmat. Sizning tanlashingiz? Mening tanlashim Kuvvet tapat umaklar, umaklar, umaklar. Bulma
umak yeydi umaklar, umaklar, umaklar. Kamran yeydi umaklar, talışık yeydi umaklar. Kamran 360 gradus buaqla quvvat bulmaqi. İpek nojoqsmapsan ya? Yapılan. Hayatda oylamagan xiristlarga uchrab kelishingiz mumkin. Og'ina, nojoqsmamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xiristlarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xiristlarga jang e'lon qiling. Ammo Obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Hay, nima deb biror quti ortiq elibammigan? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat keldi. Obida energiya ichimligi. Güzellik mening, chin go'zal. Ulug'jat O'rkash Yo'ng-TV cheklik mas'uliyat shirkati 1996-yil qurilgan bo'lib, 200 nafarga yaqin ishchi xizmatchiga ega maxsus to'gi firmasi. Xalqaroliq ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali to'gi tevitib pishiqlab ishlash, ilmiy to'qimchilik, kiyim-kechak qatorliq cho'ng turlarni mustaqil ishlab, ichkiri o'lkalar va chet ellarda zo'r olqish va keng bozorga erishgan muntazam korxonadir. Yeni sanoatimizdagi zo'r namoyanda O'rkash Yo'ng-TV shirkati hammamizni yep-yangi bir salofat va sog'lomlik payoniga boshlaydi. To'gi tevit mahsulotlari bilan sog'lomligimizni qo'llaydi. O'rkash. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Sanobar adam. Sanobar ustozning o'tkir ko'zlari Abdusalomning talantini bayqadik. Abdusalommo o'z ovozi bilan ustozni moyil qildi. Albatta, Komil ustoz qo'lidan sarxil shogird chiqib, sizdan umidimiz zo'r Abdusalom. Programmamiz tajidorligidagi Shinjong Obida biotexnik taraqqiyot shirkati mohirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizni Shinjong Mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan Shinjong Kamran xalqaro savdo cheklik shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamizga Shinjong Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Shinjong Oltin Guhar savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. Albatta, 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mohirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mohirimizni Kamra yurishlik oqsil talqini, Kamran oqsillik qaymoq choylari, buvoqlar quvvat bulmiqi, buvoqlar zaksil qatorliq sifatli mahsulotlar bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishib turgan Shinjong Kamran xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. İkinci darajaga erishgan mohirimiz bo'lsa, choy sog'lomlashtirish, parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan Shinjong Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 3-chi darajaga erishgan mohirimiz bo'lsa, diyorimiz yolg'onchilik sohasida aqli iqtidorli yonqinlarni bozorga silayotgan boshlamchi korxona Shinjong Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yonqinchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 4-chi darajaga erishgan mohirimiz bo'lsa, Safiya, Najva, Olmastoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjong Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 阿斯拉姆莱库，大家好，我叫葛金博，来自安徽，现在在新疆艺术学院就读音乐教育专业。我非常喜欢维吾尔族现代音乐，所以呢，这次主要目的是为了让自己更好的体验一下，就是那种新疆的现代音乐的风格，然后也希望大家能在我的歌声中得到快乐。谢谢大家。 네,
саду до решетки. Все замерло на утро. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не двигается, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера.坐在我身旁，默默看着我声响。我想开口讲，不知怎样讲，多少话留在心上。我想开口讲，不知怎样讲，多少话留在心上。长夜快过去，天色蒙蒙亮，衷心祝福你好姑娘。但愿从今后，你我永不忘莫斯科郊外的晚上。但愿从今后，你我永不忘莫斯科郊外的晚上。Rahmat. Assalomu alaykum. Yurmitlik rahbarlar, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Kojimbodan sizlarga otliq salom. Meni ismim Kojimbo, 我安徽的开的。我现在是在新疆艺术学院，新疆艺术学院那个音乐教育专业。我的老师是那个埃米拉古丽阿卜杜卡德尔老师，是那个。哇哦！我来新疆的时候吧，就是特别喜欢那种，因为我在内地听的那个新疆的音乐都是什么阿拉木汗呀，或者是牡丹汉也有呢，然后就是那种特别传统的歌。然后，但是我来到新疆之后，我发现有很多那种特别现代的那种，就是特别听起来特别有那个韵味儿，特别有那个特别好听，反正就是那种味道。然后就是特别喜欢，我想来就是学习一下那种音乐，就是这个。唱得特别好。谢谢，太谢谢。现在目前的情况是这样的，这个4位导师呢，为你转身。对，是这样的。完了以后呢，我觉得觉得你的声音，特别好，好听，而且有劲儿。这首歌呢，你唱的也
不是特别好，不怎么样，但是你本身的这个条件，我确实需要。你猛一看就个新疆小伙，很帅的感觉。哎，我为什么最后一个为你转身呢？是因为你唱的特别有味道，那个感觉，你唱的那个歌的那种感觉，内在的那种感觉，特别好。声音嘛，可以说是我可以说你的声音达不到那种声乐演员的那个水平，但是你的感觉到吧，你声音特别厚，知道吗？特别厚，润，给人一听了以后给人感觉特别舒服的感觉，再加上你特会唱歌，这首歌你用你自己的那种感觉唱的比较就把你自己的风格唱出来了，我很喜欢。我欢迎你加入我的队伍。谢谢谢谢。我跟你安米拉古里老师是搭档，知道不？经常一起演出，经常一起唱歌。是这样的。你要选我，你要是选我的队伍，你绝对不会走错路啊。首先嘛，我ovoz tushamiz. Ovoz uli desak bo'lamdiki biz Uyg'urcha. Ovoz uli, to'g'ri. Uli, tom. O'zi tom ovoz, inchik ovoz deymiz. Buni ovoz uli deb atsak bo'ldi ekan. Hamda ovozi yo'ruq, ovoz tutuq degani ovoz tusi deb atsak. Ovoz uli, tom. Buni ben yaxshi ko'rdim. 谢谢谢谢，而且是他特别优秀的导师啊，优秀的导师。我听过，我在那个我寒假的时候去那个阿图什，就是我一个阿达西家里面，然后有那个这个老师那个光碟，放那个光碟，唱的好像是亚鲁吗？那个名字叫什么？亚鲁，那个太好听了，特别好听。会不会唱那个？不会。会一点点。唱一句，要不你就唱你自己会唱的维语歌曲一段。Bulbullar sayrişar gülşeller ara Yang ritim nakşamda seni eslayman Amlığım yiskamda kuygan gül olman Her tanda seni eslayman 好，好听，非常好，非常好。哎呀，你的这个声音比你自己的这个身体还粗啊！好样的，男子汉的声音啊！谢谢谢谢。赶紧选，4位导师都是等着你呢啊！好吧，那就该你了。诺尔舞台，你的选择是。Sahnada Uyg'ur ommabop naqshchiligining sarkardasi Abdulla Abdurayim. Sarkarda? Sarkarda? Shundoq. Sarkarda kundalik turmushimda, safarda, hatto sahnadami sarkarda yurishliklari menga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari hammamizga hamroh. Sarkarda. Bulutlaşkan energiya, ishonch va jasorat obida energiya ichimligi. Tamoqdan keyin ichishni unutib qolmang. Madar sutlik ichimligi hazm qilishni yaxshilab, sizni texmo go'zal, ruhliq ko'rsatadi. Abidos shirkatining alohida sovg'asi Madar LAB sutlik ichimligi. G'uncha. Yoshlik gulining simvoli. G'uncha. Ozuqliq va sovuq qong'andala go'zallik jilvilanadi. G'unchaning go'zalligidan o'rlam oziqlandi. G'uncha namxush yurishligi. G'uncha. Kamera digitalni
umaq yeydi umaklar, umaklar, umaklar. Kamran yeydi umaklar, talışık yeydi umaklar. Kamran 360 gradus bu axla quvvat bulmaqi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yuyish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. 我选我们老师的搭档迪丽夏迪老师。 Wow. Mana bu talant, mana bu tirishchanlikning natijasi. Hammaga tanishliq bu naqshini aytgandan sirt, Uyg'ur tilida aytgan naqshidinla bu yigitni sal chaqlashqa bo'lmaydi. Bu o'quvchi yigit yana bir qobil ustozga erishdi. Gulga keldi. Assalomu alaykum, hurmatli ekran oldidagi ko'rgan do'stlar, yaxshimisizlar? Men Qulshardan keldim. İsmim Nadinur Ablajan. Mening odatda yoqtirib ketadigan naqshlarim bo'lsa, amibab xarakterdagi naqshlar. Bu qitim ipak yo'lga qatnashishga maqsadim bo'lsa, shu amibab xarakterdagi naqshlarni o'rganish bosqichidan o'tgandan keyingi o'zimning talantini shu ipak yo'l sahnasida namoyon qilish, men shu sahnada yaxshi natijalarni qo'lga keltirishimni imkonimdan umid qilaman. Yatmadım aning
Muhabbetim orman bulup Mongen yo'lim qoldi Kechirolmas gunohim yuragimda qoldi Muhabbetim orman bulup Mongen yo'lim qoldi Nona qildim o'zingga yetmadim aning so'zim qo'lim ochib bir senga aytganman o'zim Nona qildim o'zingga yetmadim aning so'zim qo'lim ochib bir senga aytganman o'zim Xayr deyman xayr guli o'zim sahrodagi manay qoldim o'zim Xayr deyman xayr guli o'zim sahrodagi manay qoldim o'zim sahrodagi manay qoldim o'zim Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchi ustozlar, yaxshimisizlar? Men G'ulshardan, ismim Madinur Ablajon. Oldi bilan sizlarga cho'nqur salom yo'llayman. Sizning mana hozir gap qilsangiz shundoq yo'riq ochiq ovozingiz o'zingizdan chiqyapti. Mana hozirgi naqshini agar o'zingizning o'sha ovozingiz bilan so'zlayotgan ovozingiz bilan aytgan bo'lsangiz, bu o'zingizning naqsiga aylangan bo'ladi. Tirishing kim? Bo'ldi, rahmat. Badinur G'uljida nima ish qilsiz? Siz xizmat. Men hozir misha ishlayapman. Ha, Urumchidami? Mushu naqshini siz xil obdan o'rganib ekansiz. Burun aytib baqqanman bir yalada. Kechilikimda aytgan. Kechilik qildingizmi? Qayerda? Men san'at maktabining musiqa ma'rif testini bitirdim. Shu bitirgan ishni kechilik qilgan, shu vaqt aytgan naqsha. Ha, to'g'ri. Bu naqsha sizga shuncha pishiq, shuncha siz bu naqshini hech qanday tamtirmay, tinimay aytishga sizda maqdur bor. Puxta tayyorlik bor. Buni biz bilib turyapmiz. Naqshingizdan bilinib turyapti. Shu sizning o'qish bitirishingizda yana nurg'un naqshlar aytilgan bo'lishi mumkin bundan boshqa. Shunday. Endi siz bu naqshni nihoyat chiroyli aytdingiz. Buningda masala yo'q. Masala bormi yo tuqqanlar? Masala yo'q. Yaxshi aytdingiz. Ammo biz yana bizga yana qanday narsa ishonch berish kerak desangiz, ovoz doirasini. Bundan keyin sizlar bir-biringlar bilan musobaqa tushishinglar mumkin. Bir juptin bo'lib. Yoki har qaysi guruhdagi ma'lumotlarni o'quvchilar bilan musobaqa tushishinglar mumkin. Shuning uchun tanlab bekitib bo'lgandan keyin Urumchida bir 2 kun qolgan vaqtda bu naqshni almashtirsak yaxshi bo'lmaydi. Endi shuning uchun balkim eng puxta naqshni elib kelgan bo'lishingiz mumkin. Afsus, biz sizning butun talantingizni to'liq bilinmay qolgan o'xshaymiz. Yana bir qitim kutaylik, Badinur. Men ovozingizni yaxshi ko'rdim. Naqsh tanlashda buna diqqat qilaylik. Qanday? Bo'ldi. Mag'lubiyat g'albining onasi. Yoshlar uzluksiz o'zini mukammallashtirishi, tanlash kerak. Garchi bu tanlash shalanish maydoni bo'lsa-mu, mushu sahnada o'z talantini namoyon qilishmi bir g'alba. Madinurning buningdan keyingi san'at hayotiga texnik zo'r yutuqlarni tiladi. Assalomu alaykum, ekran oldidagi barcha ko'ruvchi qarindoshlar, yaxshimisizlar? Char Naylik Gulsan Naqslumidan kelgan Mayir Abdurim G'ofurdan hammalarga o'tib salom. Men o'zim Naylik Gulsan Naqslumidan musiqa bilan shug'ullanaman. Mening odat qiziqib aytadigan, yoqtiradigan naqshlarim bo'lsa,
xalq naqshlari va ommabop naqshlar. Men bu qatimki musobaqa qatnashishimning maqsadim mana shu programmada qatnashgan qadrli ustozlarning qimmatli taklif fikrlarini anglash orqali o'zimdagi nuqsonlarni tugitib, bundan keyingi kasbiy iqtidorimni texnik yuqori ko'tarish uchun o'zim bir asos selish maqsadida bu programma qatnashdim. Mumkin bo'lsa, barliq qarindoshlarimning meni qo'llab turishini chin ko'ngildan umid qilaman. Aşkım menzilimden yetolmadim atamga Haman eli çeylashdan yetolmadim atamga Alametli kelkini zergildek dilimni dünya tepin Hecleşten yetolmadim atamga Alametler kelkini zergildek dilimni Dünya tipi hecleşten yetolmadim atamga Akardı, geçtim ben onun kıran yeşiğe Şalı şevket savlette yetolmadim atamga Şalı şevket savlette yetolmadim atamga To'qqiz bala g'unchida suv ichdim ichdim Kiptiharda hurmatda yetolmadim atamga Gurbetçilik gamleri gelmeyen kaddini Besti çınar hayvette yetolmadim atamga Gurbetçilik gamleri gelmeyen kaddini Besti çınar hayvette yetolmadim atamga izlerini izleymen Topab uçkan yollardi Açir emge mehnette yetolmadim atamga izlerini izleymen Topab uçkan yollardi Acir emge mehnette yetolmadim atamga Acir emge mehnette yetolmadim atamga Assalomu alaykum qadrli ustozlar, naq maydondagi ko'rman qarindoshlar, ekran oldidagi barcha aziz do'stlar, hammanglarga
Kuchar naisidan kelgan Abdurim G'upurdan o'tliq salom. Men o'zim Kuchar naillik Kusan naqshlumiga musiqa kasbi bilan shug'ullanaman. Qo'shimcha naqshga bo'lgan o'tdak ishtiyoqim meni mush sahnaga chiqdi. Rahmat. Abi mana men knopka bastım cuma. Ovozingiz balandga. Qolgan gapni keyin deyshaylendi. Rahmat. Bulamda. Rahmat. Ata izidan Mangallar özlük muqamiga yetkizdi. Ustoz köyini qo'yma hissiyatli o'rnab beramiz. Endi ustoz izidan menib, xalqimiz qalbidan o'rin olasiz. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Biofan Texnik taraqqiyot cheklov shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yurish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Ata-analar rizasini, balalar arzusini qandırıp kelayotgan Xinjiang Kamuran xalqaro savdo cheklov shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashgan. Choy sog'lomlashtirish, parvarish qilish sohasida sarkarlik rol o'ynayotgan Xinjiang sarkardi xalqaro savdo cheklov shirkati programmamizga yaqindan yordamlashgan. Xalqdan ilib xalqqa qaytarishni o'ziga mangulik nishon qilgan Xinjiang Oltin Guvar savdo cheklov shirkati samimiy askartidi. Programmamiz hozirda boshlanadi. Assalomu alaykum televizor oldidagi barliq qarindoshlar. Hammalarga chin ko'nglimdan samimiy salom yo'llayman. Mening ismim Mehray Ibrohim. O'zim Urumchi xalq radio stansiyasida ishlayman. Kasbim muxbir ham riyosatchi. Odatda men shu ommabop ustidagi naqshlarni ko'proq aytaman, lekin xalq naqshlari shundaqla muqomlarni aytaman, ham bak yoqtirib aytaman. Bu qitimqi Ipak yo'li sadosiga qatnashishlik asosiy maqsadim bu programmani chin ko'nglimdan qoyillik bilan ko'rdim, ham bak yaxshi ko'rdim. Shundaqla haqiqiy xush ovozlar sahnasiga ekanligiga chin ko'nglimdan qoyil bo'lib, shunaqla men shu programma orqali o'zimniki naqsh yetishtirishga saviyamni bir sinab boqay degan maqsadda qatnashdim. Qarindoshlarning menga ko'plab madad berishini, ilhom berishini chin ko'nglimdan umid qilaman.
Merdane erdim yarey bunda ne buldum Merdane erdim yarey bunda ne buldum Aklı uşumdun gadey bigane buldum yarey bigane buldum yarey Kuşlar men sana ömrüm yarım diyeysen Assalamu alaykum, qadrli, hurmatli to'rt ustoz shundoqla naq maydondagi tomoshabinlar, televizor oldidagi qadrli do'stlar, hammalarga Mehray Ibrohimdan o'tliq salom. Men o'zim Urumchi xalq radio stansiyasida ishlayman. Kasbim muxbir ham riyosatchi. Bugun sizlar bilan mushu maydonda yuz ko'rishganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilyapman. Hammalarga rahmat. Bu Yipek Yolu Sadası programımıza qatnashib qilishdik. Sababingizni bir anglab baqaylik. Men o'zim Xinjiang Tibbiy universitetidagi Jungocha davolash xanzucha kasbda o'qigan. Lekin mushu o'zimizning Uyg'ur xalq naqshlari, muqomlarini aytishni bek yaxshi ko'raman. Ham buni aytib xali yaxshi natijalarga erishgan uzun yilning yaqinda men bir qatam darsga baxmagan o'zim faqat naqshni anglab, mushu yuragimdagi shu tushungan hissiyotim bo'yicha mushu naqsh aytishga qiziqib naqsh aytib kelgan. Ondan keyin mushu kasbga bak qiziqqandan keyin men doktorlik kasbimni o'zgartib, yana mushu radio televiziya kasbida ishlayapman. Yana ham mushu naqshga bo'lgan o'tdek hissiyot meni bugun mushu sahnaga olib chiqdi. Bugun ta'lim kelib qolsa, ustozlarga naqshamning bir yeri yarab, mushunda bir men uchun bir o'rindiq aylantirib qolsa, azroq bir ta'lim olib, mushu naqsh yetishjatki saviyam azroq o'sgan degan umidda shundaqla mushu sahnaga bo'lgan chunqur hurmatim, qoyilliqim bilan kelgandim. Esil. Men Mikrayning qizini bilaman, Mahliya. Bek chiroyli naqsh etadi. 9 yoshda bor deyman. Yangi 9 yosh kirdi. Ha. Mahliyani bu Mikrayning naqsh etadiganini men hozir ko'ryapman-da. Qizim mendan yaxshi aytadi. Bir taklifim menda sizga emas, agar biz shundaq noyatda bizning xalq naqshlarimizning ichidagi tipik shundaq xalqqa eng keng tarqalgan shuna naqshlarimizni aytgan vaqtimizda shu naqshini ilgariki ustozlarimizdan qanchalik ustozlarimiz aytgan bo'lsa, shularninkini pishiq qulqimizga singdirib olishimiz kerak avval. Masalan, shu Yaruni Abdurim Ahmedi ustozimiz aytgan, Fatem Qurban ustozimiz, Oysham Qim ustozimiz aytganlari va mushlarni siz to'liq anglab baqdingizmi, Mehray? Anladim. Yaxshi. Undaqsa yana mushlarni hatta mushlarning uchining o'xshamaydigan puraqlari qandaq olgan mushlar puraqlarni, ashlarni ba'zi do'rab beqing. Uchinikini 3 xil albatta. Shuni do'rab aning kaynidan siz o'zingizning etish yo'lingiz bilan etib baqsangiz, andan siz bir o'zingizga xos bir yo'lni topsiz. Yaxshi o'rladingiz, Mehray, bundan keyin tirishing. Buldu rahmat, qimmatli takliflaringizga men cho'qim yaxshi o'rindash uchun rahmat, rahmat. Muborak bo'lsin. Sanalardan to'g'ri dedi. Mush Yaru degan naqshiga tavakkul qilganingizga sizga qoyil bo'ldim. Sanalarimiz o'zi bir ijodiyatchi, kompozitor, yetuk bir to'kpikar san'atkorchi. Bu jihatlardan cho'qim ta'limni ep turishimiz kerak, quloqlarimizga gaplarni singdirib turishimiz kerak. Ammo sizga qoyil bo'lgan yerim shu Yaru nomli naqshini mush sahnaga olib chiqibsiz. Rahmat.
bu Mihrayda şu sanatga bo'lgan bir ish bor ekanda. Shu qizi Mahliyanimi akiladi uyimga. Dutta yutib qo'ysingiz. Deb qachon bo'lsa men bilan aloqalashib, vaqt izlab qiziga shundaq bir bu ish bitgan ishga uyga berib o'tamiz. Yo, men dutta o'gitammisam. Qanaqa mening his qilganim bu singlimizning ovozida masala yo'q. Pak-pakiz musobaqaning birinchisida biroz o'zining ovoz doirasini, kuchini ko'rsatishni maqsad qilib bu cho'ng naqshiga yaratgan bo'lishi mumkin. Men so'rab baqsam, siz ommabop naqshlarni aytganmi? Men odatda ko'proq ommabop naqsh aytaman. Keyingi navbatlarda agar musobaqa bo'lmagan ahvolda odatda ko'proq ruhtuqallar tomoshabinlar bu naqshni tanlab aytsangiz, endi mush ovoz asosida, mushu kuch asosida endi buni hissiyotga yo'lisak, menimcha texammo bu texmi go'zal bo'ladi. Bu naqshni sanu bir sanim degandek Abdurim Ahmad aka hozirgi kelgacha o'rilganlarning ichida shaxsan menga ajoyib bir go'zal bir tuyg'u berdi. Bu kishining ovozimi shundoq to'g'rimi bor, doirasimi keng, eng muhimi u hissiyot bilan aytadi. Bundan keyin shundoq bo'lsa, endi men sizning naqshingizni to'liq anglagandan keyin oxirida bo'lsamamdi o'zim kunubga besib aylandim. Büyük malumunuz sizni tanlashni xohladi. Mayli Nurnisa xonimni tanlang yoki meni tanlang demabsiz. Seni o'zing tanlang yoki meni tanlang, o'xshash. Mening bugun shu sahnaga chiqib, shunday odatda ko'rishga biz uchun nihoyat qimmatli bo'lgan, shu bizning Uyg'urlarning ichidagi nihoyat aziz bo'lgan bizningki san'atkorlarimizning oldida shunchalik naqshini o'rindab, sizlarning shunchalik bir o'zinglarningki vaqtinglarni, zehninglarni chiqarib shunchalik ta'lim berganinglarning o'zi men uchun nihoyat yetarli bir baxt hisoblandi. Nihoyat xushal bo'ldim. Hammanglar meningki ustozim. Lekin hamda musobaqa bo'lgandan keyin cho'qim bir odamni tanlashga majbur bo'ldi ekan. Men oxirida tanlaydigan ustoz bo'lsa, Bak no'joqsizmabsan? Yo'qdan. Hayotda o'ylamagan xiristlarga uchrab kelishingiz mumkin. Og'ina, no'joqsizmabsa? Kuch-quvvat urg'ib turganda xiristlarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak no'ja? Xiristlarga jang e'lon qiling. Ammo Obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Hay, nima deb biror quti ortiq elibammiga? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat kel. Obida energiya ichimligi. Bir yo'lchi safarda Çankal geldi kal'ege Usul raydu irade Su yok, su yok, su yok Yollochi botolkiga Kıldı acayip seyir Kal'e dinki gözler Kaldı heyran kaldı Meydan almashtirayli. Hada, bir qurli kiyim elib olibdi, men qanday qilaman? Xotirjam bo'ling, bizni Mehriba. Mehrilarga to'lsin olam. Terining namligini oshirdi. Terini sizildirdi. Terini aqartidi. Terini chimitidi. Qo'riq tuzaydi. Attirgul yuzligi o'rlarning ishiltishiga arsiydi. Maqdirsizlanib ko'zingiz qarong'ulatsa, buning eng yaxshi chorasi Forqat markali qon va quvvat. Mehribon onalarga eng yaxshi sovg'a Forqat markali qon va quvvat. Men sog'lomlikqa ham haqiqiy go'zallikka intilgan xonim-qizlarimizga Forqatni tavsiya qilaman. Kamera desi tanlish, yeydi hamma bu vaqtlar. Kamram bo'lmoqda yigashga quvvat tapat umoqlar. Ummoqlar, bulmaq yeydi. Kamera 360 gradus bu vaqtlar quvvat bo'lmoqda. Dehqonlar baxti, biz so'ydik, sizga sundik. Oilam yerlik to'xu go'shtlari.
Yusufcan, sochlaringizning buncha qapqara va parqaroq bo'lishining siri nimada? Chunki men sarkarda zaytun meyi qo'shib ishlangan sarkarda chosh yuz suyuqligi va oziqlantirish malhini ishlataman. Zaytun meyi qo'shib ishlangan sarkarda mahsulotlari sochlaringizni sog'lom va parqaroq qiladi. Nurisa Abbas xonim. Vah, mana talant. Radio kanallarda yaqinlik ovozni anglab kelayotgan Mehray Ibrohimning aytgan yuqori saviyalik naqshi bizni haqiqatan hayajonlantirdi. Talantingiz sizni o'zingiz suydigan kasbdan bir ustozga erishtirdi. Sizni tabriklaymiz, davomli tirishing. İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası.